2025-yilda umuman shaxsiy brend boshlamayman. Nimaligini hozirga tushuntirib beraman. Yaxshilab o'tirib oling. Qarang, insonlarda o'z fikrini yetkazib berishda ko'plab insonlarda qo'rquv bo'ladi. Ya'ni sotsiofobiya degan. Odamlar nima deydi, ko'rib qolsa qanaqa negativ yozadi. Qo'polga keyin bitta narsa aytaman, insonlarda negativ yozadi degan gap so'zlariga qo'polga tupurib qo'ying. Umuman e'tibor bermang. Agar ishingiz zo'r bo'lib, muvaffaqiyatli bo'lib ketsangiz, men bilardim bu bo'lani, qanaqa bo'lib ketishini. Men bilgandim, u boshidan ma'lum degan gaplar gapiradigan insonlar chiqadi va bir kunda ularning fikri o'zgaradi. Shunday ekan, odamlar gapiga umuman e'tibor bermang. Va o'sha sotsiofobiyadan, ijtimoiy qo'rquvdan qutulish uchun insonlar ko'p va gavjum bo'lgan joyga chiqasiz va bilgan sohangiz bo'yicha foydali ma'lumotlarni boricha berasiz. Maqsad ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishingiz shart emas. Instagram, Facebook, YouTube, Telegram hech qayerga qo'yishingiz umuman shart emas va majbur emas. Prosta o'zingizdagi qo'rquvni, hayajonni yengish uchun bu tavsiya etiladi. Shuning uchun bor ma'lumot nima bo'yicha, misol uchun sartaroshlikmi, ijtimoiy tarmoq bo'yicha bilasizmi, ustamisiz, santexnikmisiz, farqi yo'q. O'z sohangiz bo'yicha foydali ma'lumotni shu kabi berib borishingiz kerak bo'ladi. Va bu orqali siz hayajonni yengasiz. Bemalol emin-erkin katta sahnalarda bo'ladimi, 4-5 kishilik auditoriyalarda bo'ladimi, o'z fikringizni bemalol berib o'ta olasiz. Odamlar qaraydi, misol hech xavotir olmang. Telefonni qarasa o'zi hayajonlanib qochib ketadi. Shuning uchun ma'lumotlar berish kerak. Hammaga omad, bugun sinab ko'ringlar. Salomat bo'linglar.